Gulliverning sayohatlari deb nomlangan dunyoga mashhur asarni taqdim etgan taniqli yozuvchi Jonathan Swift shunday degan edi: kitobsiz uy bu quyoshsiz kundir. Ana shu quyosh har birimizning xonadonimizda porlab turishi kerak. Yil boshidanoq oldingizga katta maqsadlarni qo'ygan bo'lsangiz, ularning davomiga bu yil albatta ko'plab kitoblarni o'qiyman, mana bu asarlarni albatta mutolaa qilaman degan qaydlarni ham kiritib qo'ying. Yaqindagina davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bizga ana shu ezgu maqsadni yana bir bor eslatib qo'ydi. Anglaganingizdek azizlar, bugun barchamiz uchun sevimli mavzuda kitobxonlik haqida so'z yuritamiz va studiyamizda mehmon bor. Dasturimiz mehmoni Toshloq tuman axborot kutubxona markazi direktori Barchinoy Pattolova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz Barchinoy opa. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalo bugungi huquqiy hujjat haqida to'xtalishdan avval Barchinoy opa, o'tgan yil Farg'ona kitobxonlari uchun alohida bir muhim yil bo'lib qolganini eslashimiz kerak, chunki kitob bilan bog'liq juda katta voqealar bo'ldi. 2025-yil kutubxona sohasi uchun juda ham bir samarali yil bo'ldi. Juda ham yaxshi yil bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Mana viloyatimiz hokimi Xayrullo Aytbayovichning tashabbuslari bilan Farg'ona viloyatida birinchi marotaba davlat xizmatchilari kutubxonada bir kun loyihasini yil boshida boshlanishi bilan kutubxonaga o'zi kitobxonlarni, davlat xizmatchilarini, kitobsevarlarni kirib kelishi bilan boshlanishi bu juda quvonchli holat bo'ldi. Albatta bu kutubxonaga kirib kelayotgan insonlar oddiy kitobxon emas. Ular o'zini kitobga bo'lgan mehr muhabbati, ilm zakovatini o'stirish maqsadda kirib kelayotgan bu ma'naviyatli, ma'rifatli insonlardir. Xuddi shu insonlarning kutubxonaga o'zlari kirib kelishi biz uchun juda quvonchli hol bo'ldi. Biz katta festival bo'ldi. Mana birinchi marta kitobga biz haykal qo'ydik Farg'onada. Haykal qo'ydik. Mana Farg'onada juda ham chiroyli kunlar ko'p bo'ldi. Mana may oyida 3 kunlik festival Central Aziya birgalikda o'tkazildi. Masalan, unda boshqa chet el davlatlarini hatto vakillari ham shu festivalda Central Aziyada ishtirok etdi. Biz hamma tuman kutubxonachilari festivalda o'zimizni oldin bo'lmagan, yangilik bo'lgan ko'rgazmalarimiz bilan qatnashdik. Bu hammada, faqat Farg'ona viloyatini kitobxonlarida emas, boshqa mehmonlarda ham juda katta taassurot uyg'otdi va namunali tashkillar. Shunday. Va davlatimiz rahbarining mana 15-yanvar kuni qabul qilingan qarori Barchinoy opa ana shu ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqyapti. Bu qarorda nafaqat ma'naviyatni yuksaltirish, hatto shu kitob o'qib bundan buyon ma'naviy va moddiy rag'bat olish haqida so'z boryapti qarorda. Mana 25-yilda boshlangan bo'lsa, mana 26-yil boshidanoq kutubxona uchun yana bitta quvonchli qarorda. Mana 15-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sonli kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori, bu kitob o'qigan inson rag'batlanadi degan jarayon borda. Bu degani ham mutolaa madaniyatini rivojlantiramiz. Insonlarga kitob o'qish madaniyatini o'rgatamiz. Ham shu orqali insonlarda turmush darajasini ham yaxshilab boramiz. Mana bu yerda Barchinoy opa aytilyapti, har bitta o'sha davlat xizmatchisi bo'ladimi, fuqaro bo'ladimi, demak bir yilda 10 ta kitob o'qilsin deb. Buni ozgina hafsala qilsak 12 taga ham yetkazar ekanmiz. To'g'ri. Hozir masalan kitob 10 taga yetkazish bo'yicha masala qo'yilgan bo'lsa, endi bu yerda o'sha 10 talikda rag'batlantirish ham qo'yilgan. Bu masalada masalan mahallalarda ham aholi kitobxonligini ko'paytirish uchun hatto mahallalarda yangi O'zbekiston miqyosidagi tuman shaharlarning mahallalarida 330 ta mahallasida yangi kutubxonalar tashkil qilish bo'yicha ham bu masalalar ham bu nimada qarorda ko'rsatilgan. Endi bu yerda yoshlar agentligi tomonidan jamg'armalar, mana vasiylik kengashi tuzilyapti. Unda berilgan mana 20 kitobni
2026-yil fevral oyidan boshlab masalan kitobga nashr qilish kitobni, keyin xorijiy adabiyotlarni tarjima qilish, milliy adabiyotlarimizni xorijiy tillarga tarjima qilish bo'yicha ham juda katta mablag'lar qo'yilyapti. Hatto shu nashr uchun ham 20 milliarddan oshiq mablag' kiritilyapti. Bu degani bu masalan bizga o'xshagan tuman axborot kutubxona markazlari ham, maktab kutubxonalari ham, mahalla kutubxonalari ham kitob jamg'armasi bilan ta'minlanib boradi degan masalani qo'yapti bu yerda. Endi shu jarayonda kitobxon ehtiyojini qondirib boryapmizmi? O'zidan o'zi kitobxon ko'payadi. Endi bu qarorda ko'rsatilyapti. Kitob o'qigan odam ham ma'naviy oziqa oladi, ham rag'batlantiriladi. Mana har bitta maktabgacha maktab ta'limi tizimini vazirligi tomonidan jadidlar izidan klublari tashkil qilish bo'yicha masala qo'yilgan bu joyda. Bu jadidlar izidan klublari tashkil qilinib, bu klub a'zolari 20 tagacha kitob o'qishi rejalashtirilyapti-da. Ham eng ko'p o'qigan o'quvchiga vazirlik tomonidan rag'batlantirib borilar ekan. Endi davlat xizmatchilari tomonidan kelsak, har bitta korxona, tashkilotda kitob burchaklari tashkil qilish va har bitta xodimni kitob o'qish soatlari tashkil qilish. Ya'ni xo'p, shu xodimlarni eng ko'p o'qigan, kitob o'qigan xodimga masalan byudjet tashkilotlari o'zini haligi rag'batlantirish manbalaridan bir stavka oylik ish haqi hisob mablag'ida nima rag'batlantirib borish. Mana mutolaa cho'ntagimizga ham daromad olib kelyapti. Juda xursand bo'ladi odam. Mana prezidentimiz shu tomonlarini ham o'ylaganlar-da. Ham kutubxonalar kitoblar bilan boyiyapti, ham kitob o'qigan odam moddiy tomondan ham rag'batlanyapti. Shu ma'noda Barchinoy opa, masalan, Toshloq tumanida ayta olasizmi, direktorlarimizni, hokimlarimizni, ular o'rinbosarlarini kitobxonlikka munosabati qanday? O'zlari o'rnak bo'lyaptimi? Men quvonch bilan ayta olaman. Mana davlat xizmatlari kutubxonada bir kun loyihasi ham Toshloq tumanida namunali tashkil qilindi. 5200 nafardan ortiq davlat xizmatchisi kutubxonaga a'zo bo'lgan bo'lsa, unda bizga mingdan oshiq 1344 nusxada 50 milliondan oshiq kitob beg'araz kutubxonaga sovg'a qilindi. Homiylari ham yo'q kutubxonani. Bunda albatta tuman hokimimiz Abduqahhor Abduvohidovichni nihoyatda tashabbuslari, o'zlari albatta kitobxonda juda ko'p kitob o'qiydilar, kutubxonaga doim tashrif buyurib turadilar. Shuning uchun o'rinbosarlari ham, birinchi o'rinbosarlari ham, yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosarlari ham, umuman hokimiyatda hamma vakillari, hamma xodimlari kitobxon. Shuning uchun bizga hokimiyat bilan ishlash ham juda ham osonda. Demak, rahbarlar o'zi kitob o'qisa, xodimlardan ham talab qilish o'rinli bo'ladi. Mana o'zlarining o'tgan yili bizda televideniyalari ham chiqdi. Tumanimiz hokimi Abduqahhor Abduvohidovich taqdimotlar ham o'tkazdilar. O'zlari kitob o'qigan kitoblarni taqdimotlarini ham qilib berdilar. Hatto tuman tashkilot rahbarlariga taqdimot ham o'tkazib berdilar va shu kitoblarni o'qish kerakligini, shuni hayotda bizga kerakligini tushuntirib berdilar-da. Va qarorda aytilyaptiki, Barchinoy opa, demak, o'zbek asarlarini jahon tillariga, jahon asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilish masalasi. Bu yerda yozuvchilarni alohida qo'llab-quvvatlash haqida gap ketyapti va kutubxonalarimiz bugun mualliflar bilan ham doimiy aloqada. Doimiy aloqada. Endi hozir juda quvonchli hol. Mana bizga ham kirib kelishadi-da. O'lmasoy Nishonovani klublari bor. Shunda endi yosh ijodkorlar bilan shug'ullanib boradilar. Shunda hikoya yozadigan, she'r yozadigan yosh ijodkorlar bor. Endi o'qisangiz, ularning hikoyalari ham, she'rlari ham haligi yaxshi yozilgan, mana shug'ullanib bor, qarorda ko'rsatilgan. Shunaqa o'quvchilarni, yoshlarni topib, shular bilan ishlab, bolalar adabiyotlarini qo'llab-quvvatlab va shularga ham ma'lum miqdorda o'sha yozayotgan asarlari uchun mablag'lar ajratish qarorda kiritilganda. Albatta haligi kitob ham mablag'ga kelib taqaladi-ku. Xuddi shunday asarlarini tabriq qilgan insonlarga mablag' ajratib, shunga yordam berish masalalari ham qo'yilganda. Shunday. Endi nashr etish masalalariga kelsak,
albatta bizda ham o'zbek adabiyotida ham juda chiroyli asarlarimiz bor, xorijiy tillarga nashr qilish bo'yicha. Keyin xorijiy adabiyotlarda masalan yoshlar oldinda ketyapti-da hozirgi kitobxon. Biz hali kutubxonaga kirib kelmagan kitoblarni bizda so'roq bo'ladida. Keyin hozir ingliz tili rivojlanib boryapti. Kutubxonalardan ingliz tilidagi adabiyotlar ham so'raladi. O'rin olyaptimi bular? O'rin olyapti. Endi sotib olishga harakat qilyapmiz. Lekin hali prezidentimiz qarorlari bilan biz o'zimizni milliy adabiyotlarni ham boshqa xorijiy tillarga tarjima qilib, chet ellarga jo'natish kerak. Chunki bizda ham juda chiroyli asarlar bor. Chet el asarlarini bizga tarjima qilyapmiz. Lekin shu masalalarda ham mana qarang, 50% gacha, mualliflik huquqi bo'lsa 80% gacha mablag'lar ajratish rejalashtirilganda, bu juda ham chiroyli masala. Bu rivojlanishimizga turtki bo'ladi-da. Bugun kitob o'qimaslikka sabab qolmayapti. Sabab qolmaydi. Mana juda men hayratda qolganman. Dunyoni eng ko'p kitob o'qiydigan xalqi xitoyliklar ekan. Haftasiga 6 soat sarflash. Endi biz xitoylarni juda ham bir band deymiz. O'zimizni ham shunday band inson sifatida ko'ramiz. Lekin mana uddalarda xitoyliklar darajasiga chiqishimiz uchun mana birinchi qadamlar qo'yilyapti-da. Biz nafaqat bir yilda 20 ta o'qishni menimcha har bir inson o'zini oldiga shart qilib qo'ysa, uddasidan chiqsa bo'ladi. Uddasidan chiqsa bo'ladi. Mana oldingi loyihalarda kutubxonani masalan axborot kutubxona markazlarini tashkil etilganiga mana 6 yil bo'ldi. Shu boshida boshlagan vaqtlarimizda biz hozir ham mahallalarga kirib, siz kelmasangiz biz boramiz loyihalarni amalga oshiramiz. Chunki keksa yozuvchilarimiz, keksa kitobxonlarimiz bor. Kitob bilan mehr ulashib, nogironlarimiz bilan ishlaymiz. Ularda hali hech bo'lmasa shunaqa nogironlarimiz bor, o'qish imkoniyatiga ega emas. Lekin rasmini ko'radi-da, bizni ko'rsa xursand bo'lib ketishadi-da. Shu ham bizga juda ham katta bir naqa deymizmi, hali ularning oldidagi bir himmatimiz deymizmi, burchimiz deymizmi, mas'uliyatimiz deymizmi. Biz shularga mehnat qilayotganimizga, shularni qandaydir qalbiga kirib borayotganimizdan xursand bo'lamiz-da o'zimiz ham. Shunday, ayniqsa siz ko'p uy bekalarni ham kitobga o'rgata olgansiz, avvalgi yillarda tajribalarda ko'rganmiz. Endi Barchinoy opa, dunyo bo'yicha kutubxonalarning faoliyatiga nazar tashlasak, mana kutubxonalar bugun o'zgardi deymiz va kutubxonachilar masalasi doim faxrlanib aytamanki, ayniqsa Yevropada ularning mavqei vazir darajasida ko'rilishi, qolaversa juda katta oylik maoshlari olishi bizda ham bugun shu darajaga yetyapti. Ayniqsa kutubxonachilar oldingidek emas. Demak, ularni o'sha qo'llab-quvvatlash masalasi ham mana shunday qarorlardan o'rin olyapti. Endi kutubxonalar o'zgardi-da, Barchinoy. Kutubxonachilarimiz qanchalik o'zgardi? Kutubxonachilar oldin aytilgan bitta masalani doim aytkim keladi-da. Lekin shu men o'zim maktabda endi hali mubolag'a bo'lmasa a'lochi o'qiganman. O'qituvchilarim, kitobxon bo'lganman. Mana bizning mahallamizda unda maktab kutubxonalarida unchalik adabiyotlar bo'lmas edi, lekin mahallalarda kutubxona bo'lardi-da. O'sha mahallada bizda ham Muhir opa degan inson maktab kutubxonasini yonida kutubxona ochardilar. Juda ham yaxshi inson edilar. Masalan biz 8 da boshlanadigan bo'lsa 7 da borsak 7 da kelib turardilar-da. Shunaqa fidoyi inson edilar. Kitobga qiziqqanman, lekin o'qituvchilarning ko'proq meni o'qituvchi bo'lishimni xohlashgan. Lekin o'zim ham birinchi kasb tanlashda o'qituvchi bo'lishni xohlaganman. Keyin kutubxonachilik ustunlik qilgan. Ustozim bor edilar. Orifjon Alimovich bizda direktor bo'lganlar. Bizda doim mana qilib yurardilar. Keyin men kutubxonaga sohasiga kirganimda aytganlar, "Sen nimaga kutubxona sohasiga kirding? Sen o'qituvchi bo'lishing kerak edi" deganlar-da. Endi 1 yil o'qituvchilikka kira olmagan, keyin kutubxona sohasiga kirib ketganman. Kutubxona kitobga qandaydir qiziqish bor edi-da. Keyin 10 yillik sinfdoshlar bilan 10 yillik qilganimizda domla aytdilar, "Sen qizim, men o'shanda sen tanlagan kasbni men past nazar bilan e'tiroz bildirganim uchun uzr so'rayman sendan, ustozing bo'lsam, sen juda ulug' kasb tanlagan ekansan." Haqiqatda hozir faxrlanamiz.
Oldin shunaqa gaplar bor edida, kutubxonada o'tirishadi-ku, yo'q unaqa emas. Hozirgi kutubxonachi zamonaviy kutubxonachi. U bekorchi emas. Bekorchi emas. Shunday. Chunki uni hatto vaqti yetishmaydi. Hozir turli tuman loyihalar. Hozirgi kitobxona ham talabchan kitobxona. Albatta. Uni ehtiyojini qondirish uchun kutubxonachi ishlash kerak. O'zini ustida ishlash kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Ba'zi kitobxonlarga butun kitobni mazmunini aytib berishingizga to'g'ri keladi. Siz o'qiganmisiz deb so'raydi-da. Shunday sinchkov hozir. Shunaqa sinchkov. Ular bilan suhbatlashish o'zi qiyin-da. Shunga har doim tayyor bo'lish kerak. Keyin mana kutubxonalarimiz zamonaviy jihozlanib boryapti. Biz ham kutubxonamiz tuman markazida, hokimiyat yonida joylashgan, juda ham qulay. Mana kitobxonlarimiz o'zi, men bir odamga qarab aytaman-da, xuddi kitobxonlarga ehtiyojini qondira olmayotganga o'xshayman-da. Ularga yana ham sharoit yaratish kerak-da. Yangiliklar qilish kerak, loyihalar yaratish kerak. Tinimsiz ustimizda ishlash kerak-da. Shunday. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak. Mana sharoitlar masalasini aytdingiz-da, Barchinoy opa. Bugun elektron kitob bazasi alohida o'rin tutadi. Agar bu tizim bo'lmasa ekan, biz kutubxonani yaxlit bir tarzda tasavvur qila olmaymiz. Va prezidentimiz qarorida mana avtobuslarda ham mana shu onlayn mobil ilovalarni o'rnatish masalasi ko'tarilyapti. Bugun kitobxonlarga shu onlayn mutolaa bo'yicha ham yo'l yo'riqlar ko'rsatilyaptimi? Va bu yil ham bu ishlar yangi bosqichga chiqadimi? Transport vositalarida hatto poyezdlar, samolyotlar, o'sha tramvay, trolleybuslarda hamma joyda mutolaadan foydalanishi simli internet tizimi. Qiri kodli kitoblarni nimalarni o'rnatish bo'yicha masala qo'yilgan, yuklab olish masalalari qo'yildi. Bu juda katta. Masalan, mutolaada bir xilga joylarda hammasi ham bepul bas edi. Lekin endi bepul foydalanishni imkoniyatini yo'lga qo'yish bo'yicha masala qo'yilyapti. Demak, kitobxon o'sha qimmatga sotib olmasdan bemalol telefoni, smartfonida o'qib ketishi mumkin. Yo'lda ketyapsiz, masalan, mutolaa platformasi orqali eshitish mana shu qulayda. Albatta, ovozli versiyalari bor bugun. Ayniqsa eng yaxshi asarlarimiz o'qib borilyapti. Tinglab, dam olib ketasiz. Endi kutubxonalarda hozir kitoblarni raqamlashtirish orqali elektron variantlari ko'paytirilyapti. Mana bizda ham o'sha kutubxona akimlar tashkil qilinib yangi binoga ko'chganimizda bizga masalan infokiosk apparati qo'yilgan. Unda elektron kitoblarni joylab boramiz hozir. Uni bemalol kitobxon foydalanishi mumkin. Shu yerdan ham demak, shu yerdan ham olishimiz mumkin. Topolmayotgan kitoblarini shu yerdan biz ko'rsatib berishimiz. Hatto unga o'qish imkoniyatiga ham ega-da. Shunday. Va ba'zi betlari chop etib berilishi ham mumkin. Chop etib berilishi ham mumkin. Shundan oqtarib topib berish imkoniyatiga egamiz. Ana demak, kitobxonlik ham zamonga moslashyapti. Zamonga moslashyapti. Shu internet tizimlari bilan integratsiya qilinishi menimcha ayniqsa yoshlarni, katta avlod ko'proq qog'oz variantda o'qishni afzal ko'radi, lekin yoshlar aytganingizdek tinglash, vizual holatda kitobni o'qishni bir afzal ko'rishadi. Yaqindan yordam beradi demak bular. Endi Barchinoy opa, qarorda aytildi shu jadidlarizdan klublarni tashkil etilishi. Bu klublarning oldiga qanday maqsadlar qo'yilyapti? Endi jadidlar adabiyotlarni o'rganish masalalarini oldingi yillardan boshlaganmiz. Jadid adabiyotlarini o'rganish, ularni tarbib qilish, ular kitob ko'rgazmalari, taqdimotlar o'tkazish bo'yicha. Endi xuddi 3-renessans yaratish uchun albatta jadidchilar kerak. Shunday. Xuddi shunday o'quvchilarni, yoshlarni tayyorlash uchun albatta bu klub kerak deb o'ylayman. Bunga ham demak, tuman shahar kutubxonalarimiz bosh-qosh bo'ladi. Bosh-qosh bo'ladi. Mana maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bevosita o'zi axborot kutubxona markazlari bilan hamkor. Har bitta tadbiri ham, masalan, metodik yordami ham, kitobxonligi ham hammasi birgalikda o'tkaziladi. Biz albatta bu klublar biz bilan bevosita hamkorlik qiladi. Biz yordam beramiz. Shunday. Barchinoy opa, maktablarda, umuman ta'lim muassasalarida va kutubxonalarimizda kitobxonni chorlashga imkon qadar harakat qilinyapti. Barcha imkoniyatlar ishga solinyapti. Endi oilaga to'xtalmoqchi edim. Bugun sun'iy intellekt instrumentlari ko'p, smartfonlar ko'p, hayotimizni qamrab olgan texnologiyalar ko'p. Mana shunday zamonda
kitobdan uzoqlashmaslikni yo'llari nimada o'zi? Bir shu oiladan boshlasak, Mana nimadan boshlash kerak? qarorda ham asosiy mazmuni aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyati, kitob o'qishini oshirish, chora-tadbirlar to'g'risida deyapti. Mana sizga ma'lum, biz mahallalarda yurib, xonadonlarda kitob ulashamiz. Odamlar aytadi, kitob o'qish masalalari, televizor yo'q. Masalan, o'tgan kunlarda kinoda boshqa ko'rganmiz. Shunday. Lekin kitob o'qiganimizda ayrim masalalarda o'zgarishlar katta-da. Shunday, albatta. Kitobda albatta obrazlari ham, har bitta voqeani ham ildizigacha yetib borasiz. Shunday. Hatto tasvirlab bo'lmaydigan Tasvirlab holatlar bor-da, bo'lmaydigan uni holatlar bor. kamera yarata olmaydigan Kamera tasvirlar. yarata olmaydigan holatlar bor. Shuning uchun hali kitob o'qigan odam baribir boshqacha maza qiladi. Shuning uchun kitob buni yanada men oldin o'zimga yana masala qilib qo'ydik, buni o'rganganimizdan keyin yana ko'proq mahallalarda, mahallani xonadonlarda bo'lishimiz kerak. Targ'ibotini o'tkazishimiz kerak. Ular bilan yana ham suhbatlarni ko'paytirish kerak. Mana men masalan kelin, o'sha oilani kelini yoki keksalari, masalan keksa kitobxonlar ko'plari meditsina xodimlari, pedagoglar bo'ladi-da, lekin bu narsani cheklanib qolishi noto'g'ri. Hatto hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmagan insonlar ham ko'p kitob o'qiydi. Oilaviy kitobxonlar bor hatto. Mana bitta kitobni olib kirdimmi, shu yerda endi u kitob o'qigandan keyin albatta u insonga ma'qul kelgandan keyin oilasida o'sha masalani ko'radi. Tavsiya qiladi. Tavsiya qiladi. Keyin uni o'g'li o'qishi mumkin, kelini o'qishi mumkin, ayoli o'qishi mumkin. U masalan ularda suhbatlarida kitob mavzulari ko'paygan sari o'sha oiladagi bolalarda ham kitob o'qishga mehr uyg'onib boradi-da. Shunday. Shu masala juda ham katta masala deb o'ylayman-da. Albatta biz umrimiz davomida ko'p kitob o'qishimiz mumkin, lekin bolalikda, o'quvchilikda o'qigan kitoblarimiz juda bir boshqa va yorqin taassurotda qoladi-da. Siz uchun sevimli asarlar qaysi edi-da? Shu bugungi yosh avlodga bir tavsiya o'rnida ayta olasizmi? Men birinchi esimda qolgan kitobim, ko'p kitoblarni o'qiganman. Endi hali yil o'tgan sari baribir xotiradan o'chib borar ekan. Muallifini unutib qo'yasiz, Muallifini nomini. unutaman, lekin she'riy kitoblarni oldin yoshligimda maktabda ko'p she'riy kitoblar o'qirdik. Albatta tadbirlar uchun men ko'p unaqa qilardik, ertaklarni ko'p o'qiganmiz. Lekin nechinchi sinfda o'qiganman aniq esimda yo'q. Lekin Ufuqda o'qiganman-da. 45 kun. Ufuq boshqacha ta'sir qilganda menga. Hozirgacha mana 3 marta yaqinda ham o'qib chiqdim. Bar voqealar rivoji esingizdan chiqadi-da. Lekin joylar, hududlar, bu Ufuqda bizni toshloqliklar albatta o'qish kerak deyman-da. Albatta, bu toshloq hududi. Shunday. Toshloqda bo'lgan voqealarda, Toshloqda qahramonlar nima qilinganda. Ularni ko'pini ko'rgansiz, o'sha manzillarni bilasiz, manzillarni bilamiz. U manzillar hozir kitobga umuman o'zgarib ketgan. U mana kitobda ko'rsatilgan joylar hozir obodonlashib, shahar tipiga kirib qolgan qishloqlar. Uni ham o'sha ko'rsatilgan joydagi o'sha to'qayzorlar, hammalari o'sha hududda oladigan bo'lsak, Zarkendan ichkariga qarab kirib ketadigan bo'lsak, o'sha Yazovonga ulashgan joygacha, Toshloq hududiga kiradigan bo'lsa, hamma joy hozir juda ham chiroyli maskanga aylangan. Shunday. Bunda albatta Toshloq xalqini o'sha Ufuqdan boshlab quruq yerlarni o'zlashtirish, o'sha yerda aholini ko'chib borishi, o'sha yerda ishlashi, Farg'ona kanalini qazishi, hamma mehnatkash insonlarni ertaga hayotida. Shunday. Hayoti. Shuni o'qimasak bo'lmaydi. Shuning uchun menga bilmayman boshqacha ta'sir ko'rsatganmi, Ufuq esimdan chiqmaydigan asar. Albatta, va Ufuq hamma davr avlodlari uchun eng yaxshi kitob bo'lib qolyapti. Bugun mana mustaqillik yillarida ham o'quvchilar, ayniqsa O'tkir Hoshimov va Said Ahmad asarlarini juda ko'p eskirmaydigan asarlarda. Eskirmaydigan asarlar bilan. Shunday. Shuning uchun. Mana hozir ham kutubxona kitob javonlarida O'tkir Hoshimovda, Said Ahmadning asarlarini eng ko'p so'rovda topish qiyin. Nusxasini ko'paytiryapmiz, lekin baribir kitobxonga kerak-da. Kitobxonlarning qaytarishi uzoq ketadi. Bilamiz buni. Hali kitoblar 1-2 yil bo'lgan olganimizga xuddi ham hali qo'ldan qo'lga o'tib urinib ketganda kitoblar. Shunday.
endi yangilab borishga harakat qilyapmiz. Albatta. Bu yaxshi, kitoblar ba'zan eskirishi ham kerak agar u o'qilmay turganidan ko'ra mana shunisi afzalroq. Albatta. Barchinoy opa va Ko'p nima ushalish uchun kerak, ha, ko'p o'qilish kerak. shunday. Bular nima uchun sevimliki? Shu o'zbekni xarakteri juda yorqin va bor bo'yi bilan ko'rsatib berilgan. Shuning uchun bunday mualliflarimiz ham o'ylaymizki ko'payadi. Mana shu qaror bilan mana yozuvchilarimizni qo'llab-quvvatlash ham nazarda tutilyapti. Mana imtiyoz yaratilyapti-ku. Ko'p narsa mablag'ga kelib taqaladigan bo'lsa, mablag' bo'lgandan keyin yaxshi asarlar yana ko'payadi. Shunday. Chunki bizda o'zbek xalqi ham ijodkor xalq. Shunday. Uni qancha hali ochilmagan sirlarimiz bordir. Ular kitoblarga Chop kirish etilmay kerak. kitoblarga kirish kerak. Qancha hududda hayotiy asarlarimiz bor. Mana hududlarda bir ayrim asarlarda hududlar tarixi ham aks etadi-da. Hali avlodini yozadigan bo'lsa, o'sha orqali tarixlarni ham bilamiz. Shunday. Shajaralarni bilamiz. Albatta. Shuning uchun shunaqa asarlar ko'paysin. Prezidentimizga ham albatta juda ham katta rahmat. Kutubxonalarga, kitobxonlarga, aholini, masalan, kitobxonligini rivojlantirishga shunaqa chiroyli qaror qabul qilganlariga biz albatta kutubxonachilar, kitobxon ahli o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Va eng asosiy ish endi xalqimizni kitobni olib varaqlashida qolyapti. Endi bizga u mas'uliyat. Biz shuning ustida ishlashga harakat qilamiz. Amal ishlarga allaqachon kirishiladi. Rahmat. Barchinoy opa, endi bir televideniyamizda ham bir kitobi bor. Lekin bu kitobni biz emas, mana shu studiyaga kelgan insonlar yozadi. Ya'ni bu telekanalimizning ehtirom kitobi. Bu kitobda shu xalqimizning eng sevimli insonlari, Farg'onani eng taniqli insonlari o'zlarining fikrlarini, dastxatlarini qoldirishadi. Sizdan ham iltimos qilardik, bizni jonkuyar kutubxonachilarimiz nomidan mana shu kitobning yangi sahifasida tilak va dastxatlaringizni qoldirishingizni. Rahmat. Rahmat sizlarga ham, Farg'onaning kutubxonachilari nomidan ishonch bildirganlaringiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana sizlarning ishlaringga kelgusida omadlar tilayman. Rahmat Barchinoy opa. Kitobimizning yana bir sahifasi boyitilganidan xursandmiz. Bugun juda ham xursand bo'ldik. Mutolaa madaniyatini, kitoblarimizni hayotimizda sevimli o'ringa ega ekanligini yana bir bor eslatganingiz uchun rahmat aytamiz. O'ylaymizki, kutubxonalarimizni o'quv zallari ushbu yil yakunigacha yana ham bir gavjum bo'ladi, tirband bo'ladi. Kitoblarga so'rovlar ko'p bo'ladi va mana prezidentimizning qarori bizni mana shu yaxshi ishga ruhlantiryapti. Bizni kitobsevar xalqimizga fikrlaringiz bo'lsa, yana bir bor marhamat. Xudo xolasa, hamma aytganlaringiz kelsin. Biz shu niyatdamiz. Albatta kitob o'qigan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Shunday. Ilm olish ham, xalq ichida obro', e'tiborga ega bo'lish uchun ham albatta kitob o'qish kerak. Shuning uchun men oldin aytib o'tganimdek, kutubxonaga qadam rajida qilayotgan kitobxon bu kitobxon emas, bu ma'rifatli, ma'naviyatli, ma'naviyat sohibidir. Shuning uchun biz kutubxona xodimlari siz azizlarni kutubxonalarimizga tashrif buyurishlaringni biz tilab qolamiz. Sizlarga biz doim xizmatdamiz deb aytaman. Kutubxona darvozalari doim ochiq. Doim ochiq. Rahmat. Yaxshi kitoblar topib berishga, ehtiyojlarni qondirishga va'da beramiz. Rahmat Barchinoy opa. Shu sharafli ishda sihat, salomatlik, shijoat doim yor bo'lsin. Hamma xalqimizga va sizga ham jumladan yoqimli mutolaa tilab qolamiz. Doim xush kelibsiz yana bir bor. Azizlar, muloqotimiz shu yerda yakuniga yetadi. Sizga doim kitob mutolaasi hamroh bo'lsin degan holda suhbatimizni yakunlaymiz. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Toshloq tuman axborot kutubxona markazining direktori Barchinoy Pattolova bo'ldilar.